Bizde birinci rolümüzde sizlerle itibarlarınızda yangi doğumlar 3. kavatta 60 kvadrat bo'lgan 2 xona kvartirani havola qilib o'tamiz. Ishlarining demir ishlardan akkuratni ajoyib doğumda ekan. Hurmatli vatandoshlar, место положения zo'r MTS ko'chada Rice Center bozorining yanında. Hurmatli vatandoshlar. Bir yanda Zapchas bozor, bir yanda Rice Center bozor, orqa tarafında Olimpiya stadion, bog'cha, maktab ishlaridan muammosi yo'q bu yerda. Marşrut 12 marşrut ötədəzdə. Girgənlərlə rakovina ajoyibundan qoyğanlarzlar. Akkuratni aynalara etibar qılınızlar. Tım dil bilən taxlaqlar joyimiz ilə bir də buralarla tım ajoyib şəkildə buralardan qoyğanlar. Bir də pixoşkaları, elektrik avtomatlar ham qoyulğan. Evrostildə ötülgən, ayaq tilləri kafil bolğan yerlərdə. Yox, hörmətli vətəndaşlar. Bu tərəfimiz aşxanası boladı. Spalnisi, keyin bir anda isə sanuzeli joylashgan. Bu tarafimizda asosiy gastiniy, ya'ni mehmonxonasi. Bir yandan danıştırib boramiz. O'ng tarafimizdan boshlaymiz. Bismillah bizlar. Televizorlarga e'tibor qiling. Bu ishlar ham qoladi bizlar. Oldindan o'zi kiyim-kechak posudasi, keyin bizlar shu spalnida massajniy kreslosi bor ekan, shu olib ketiladi. Qon hamma joyi qoladi bizlar. Perdelarga e'tibor qiling. Bedining konditsionerlar, hamma tayyor xona, shuning ajoyib tayyor joy qarab yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, videoni ulashib qo'yinglar. Biz orqali kelib joy yasalar foydamiz degandan xursand bo'lamizlar. Ya'ni osmon mebellar o'rnatilgan. Televizorlar ham kattasidan, hurmatli vatandoshlar. Ikkinchi chetida yana buralar chiroyli qilib taxlaganlar. Patolog qismi chetlari gipsokardon, azlar o'rtalar natija joy, galogen bor, lyustralar osilgan. Evrostillar ramkali qilib remont qilib qo'yibdilar. Gilamlar ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Eng qimmatbaho ajoyib gilamlardan döşalganizlar. Akkuratni taxlaganlar. Bu tarafimizda oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamizda ovqatlanish sharoitlari qilingan, ustal kursilar qoladi. Bu yerda duh kontrolli kotellar qo'yilgan, registrlari bor, oyoq tiylari kafil. Bu yerda hurmatli vatandoshlar, stabilizatorlari, reduktorlari, teplopol kollektorlari ham bor, hurmatli vatandoshlar. Xalasını teplopoldan faydalansanızlar bo'ladi. Ajoyib mebellar, hurmatli vatandoshlar. Bu yerda evajlar ham qoladi. Gaz plitasini e'tibor qiling. 6 gözlü gaz plita, 2 stok taşı 4'sü gazda. Vitishkalarimiz sensorni eng zo'ridan qo'yganlar. Bu tarafında LG xolodilniklar azlar. Ajoyib bundan zo'ridan qo'yganlar. Moykalarni e'tibor qiling. 7-8 xil funksiyada suv keladi. Fartuqlar qilingan. Mebellar ham akkuratni xili. Joyimizda qisqasi gap tapqirin joy emas azlar. Sanuzelining akkuratni kafildan chiqqan dushu kabina o'rnatganlar. Unitazlari bu yerda Samsung firmanazlar 6,5 kilolik avtomat kir mashinalari. Bu yerda azlar ajoyib rakovina zo'rni eng qimmat bahosidan qo'yganlar. Osmon xili, hurmatli vatandoshlar. Bu yerdan so'rang. Azlar arzon vaj emas. Aristolla kir mashinalari, bu yerda suv shirkalar o'rnatilgan. Unitazlar ajoyib xonadon ekan, hurmatli vatandoshlar. Bir dil bilan Zötkerler üzeri yaşayma da hem müjde kımmat bahasından koyuyorlar. Birimiz 4x4 razmiyede düşken, mebellər ham qaladı polni, jalüzi asılgan, registrləri baynan bir de şu masajni kreslası anladı. Kan məcləri qaladı, hurmatli vatandaşlar. Bizdə hadanımızda orientini aytib ötədən bolsaq, Ürgən şəhrimizdə, hurmatli vatandaşlar, MTS köşədə, Olimpiya stadionu yaxın, Rice Center bazar, Zapchas bozor hem meni o'ngayli ajoyib mesada shuni 2 xona kvartirani e'tiborlarinizga havola qilib o'tdik. Qiziqqanlar bemalol murojaat qilsa, narxini to'xtalib o'tsak, narxi 525 million so'm. Kelishidan yeri bor. Dokument ishlamada muammosi yo'q. Azizlar, ajoyib mesa poложение. Tixi yerda yashayman degan vatandoshlarimizga zo'r variant. Ham tayyor xonadan. Qisqasi girib yashash kerak. Faqatgina narx ham zo'r. Chokki narxda 525 million so'm munning azizlar jihozli narsalar kamdan kam chiqadi. Yana qimmatbaho hamma o'zlari. Azizlar, kanalımıza abone bo'lsa abone bo'lib, videolarimizni like bosib qo'yishdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi videoda sog'lom, yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha deb qolamiz.